Bundan salkam 1 yil avval avtohalokat sababli shifoxonaga olib kelingan 10 yoshlar atrofidagi bola haliyam jonlantirish bo'limida ekanligi aytildi. Gapira olmaydi, uni olsa gapiradi, lekin uni olsa nafas ololmaydi. Buni hozir olsa nafas to'xtab qoladimi? Orqa miya bo'yin qismidan jarohatlangan. Shuni hisobiga tetraplegiya holati bu yerda. Bo'yin umurtqasining singan qismidan pastki qismida umuman harakat, sezgi hech narsa yo'q. Qancha vaqtdan beri yotibdi bunaqa? Ashi kelgan mahalda ekstren ravishda kelyapti. Nafas to'xtab kelyapti. Sразу reanimatsiya qilingan bu yerda. Reanimatsiya qilib sun'iy nafasga olganmiz. Yo'ldan yuravergan, ketgan bo'lgan. Mashina urgan, taksi uchirilgan. Bu bir qancha vaqt hushsiz yotgan. Hozir ovqat bemalol Ovqat bemalol yeydi, yeyapsan, yaxshi yeyapsan, ovqatlarni. Tibbiy asbob-uskunalar sabab hayoti saqlanib turgan bu bolaning holati hech kimni befarq qoldirmasa kerak. Uning bu qismati yosh farzandi bor ota-onalarni yana bir bor ogohlikka va hushyorlikka chorlaydi degan umiddamiz.